Xo'p, assalomu alaykum barchaga. Bugun marafonimizning 4-qismi shaxsiy rivojlanish bo'yicha har kuni bittadan YouTube uchun rolik chiqarishni boshlaganman. O'tgan darslarimizda siz bilan rejalashtirish haqida gaplashdik. Bugungi mavzuyimiz juda ham muhim mavzulardan bittasi. Bu narsa sizni shu hayotingizni rejalariga, ishlaringizga, loyihalaringizga, samaradorligingizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladigan narsalardan bittasi. Shuning uchun bu narsa haqida gaplashmasak bo'lmaydi. Demak, stress sizni o'ldiradi. Sizni potensialingizni 100% ishlashdan to'sib turadigan eng muhim narsa bu sizni stress holatingiz hisoblanadi. Bugun aynan shu haqida gaplashamiz. Demak, stress sizni potensialingizning eng katta dushmani hisoblanadi. Sababi stress paytida siz juda ham katta energiya yo'qotasiz, ishlashga kuchingiz qolmay qoladi, fokus yo'qoladi. Sababi miyangizda o'sha qaysidir muammo haqida o'ylayotgan bo'lasiz. Uchinchisi, qaror qabul qilishingiz qiynaladi. Nimaga desa, mana stress paytida qanaqangidir bir muammongiz bo'ladi va uni orqasida qanaqangidir boshqa qilishingiz kerak bo'lgan ish bo'ladi. O'sha muammoni hal qilmaguncha boshqa ishlarga o'ta olmay qolasiz. Shuning uchun ham stress paytida shunaqangi muammolarga yuzaga keladi va sizni samaradorligingizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladigan omillardan bittasi hisoblanadi. Natijada odam dangasa bo'lib qoladi, qilinish kerak bo'lgan ishlar qolib ketadi. Aytaylik, juda ham ko'p, aytaylik, ro'yxatda oddiy ishlar bo'lishi mumkin. 1 daqiqa, 5 daqiqa, 2 daqiqa ketishi mumkin shu ishni hal qilishga, lekin siz o'sha stressingiz, o'sha stress holati sizni shu masalalarni hal qilishdan to'sib turadi. Men bu narsani o'zim boshimdan kechirganim uchun, bu narsani bu yo'lni bosib o'tganim uchun aniq shu holatda nimalar bo'lishini, qanaqa yechimlar qilganimni men yaxshi bilaman. Shuning uchun sizlar bilan ham bo'lishmoqchiman. Demak, juda ham yomon holat. O'tgan ishlar, xatolar haqida o'ylash bu qopqon hisoblanadi. Ya'ni muammo bo'ldi, xato qilib qo'ydingiz, o'ylanaverasiz, nima bo'lar ekan endi? Mijoz nima deydi, u nima deydi, bu nima deydi, kelajakda nima bo'ladi, xato qilib qo'ydim, endi nima bo'ladi degan juda ham ko'plab, yuzlab, minglab xayollar fikringizdan o'tadi. Birinchi qiladigan ishingiz eski xatolarni o'ylashga ketkazgan vaqtingiz davomida shu hozirgi bor muammoni 2-3 marta noldan yechish mumkin edi. Shu narsani esdan chiqarmasingiz kerak. Bu muammoni o'ylab o'tirguncha tez harakat qilib turib, o'sha muammoni tez yechib tashlashingiz mumkin. Menda shunaqa holatlar bo'lgan. Qanaqangidir loyihani qila olmaganman. O'ylab 4-5 kun vaqtim ketib qolgan, lekin o'tirib ishlaganimda bir kunda o'sha muammoni hal qilishim mumkin edi. Ya'ni shu narsani esdan chiqarmasingiz kerak. O'ylashdan foyda yo'q. Faqatgina o'sha amal qiladigan bo'lsangiz, o'sha muammoni yecha olishingiz mumkin bo'ladi. Nima uchun bunaqa qilganim, nima uchun bunaqa bo'ldi deb o'zingiz yomonlagandan ko'ra, o'zingiz yomon taraflaringizni fikrlab o'ylagandan ko'ra, hozir nima qilishim mumkin, hozir shu muammoni qanaqa yecha olayman deydigan savolni o'rtaga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu sizning ikkinchi qadamingiz hisoblanadi. Keyingisi, xato qildingizmi? Muammo yo'q. Hamma xato qiladi. Qo'l oyog'ingiz but, ko'zingiz ko'ryapti, oyog'ingiz yuryapti, qo'lingiz ishlayapti. Misol uchun o'lib qolmayapsiz, hamma narsangiz bor, tegingizda uyingiz bo'lishi mumkin. Misol uchun ko'chada qolib ketmagansiz, bo'lmishmassiz. Hamma narsangiz bor, hamma sharoitingiz bor, yashab turibsiz. Dunyo, hayot davom etyapti-da. Bo'ldi. O'tda muammo bo'ldi, problemaga kirib qoldim degan narsa bo'lmasligi kerak-da. Hamma narsa but, hamma narsa sog'. Ozgina o'tirish kerak, pauza qilish kerak, o'ylab olish kerak, yechimlar haqida o'ylash kerak, keyin davom ettirish kerak. Bo'ldi. Nafasingiz olib turibsizmi, yuragingiz urib turibdimi, любой muammoni, любой masalani hal qilsa bo'ladi. Siz hal qila olmaydigan, siz yecha olmaydigan muammo sizni boshingizga kelmaydi. Bizning hayotimizga kelayotgan hamma muammolar bizning imkoniyatimiz doirasida, bizning chegaramiz doirasida keladi va u muammolarga harakat qilsak bizda xohlagan paytimizda yechim bo'ladi. Shu narsani o'ylashingiz kerak bo'ladi. Xato qildingizmi, qo'rqmasdan o'zingiz savol bering. Maksimum shu holatda menga nima bo'lishi mumkin? Okey, mana xato qilib qo'ydim. Men qanaqangidir muammoga kirib qoldim. Maksimum nima bo'lishi mumkin? Ko'p narsa bo'lmaydi. Sizni kimdir kelib turib, aytaylik, bir invalid qilib qo'ymaydi, urmaydi, tepmaydi, hech narsa bo'lmaydi hayotingizda. Qanaqangidir bir jiddiy razgovor bo'lishi mumkin, ya'ni suhbat bo'lishi mumkin, kimdir sizni urishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin, lekin maksimum nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Shu haqida o'ylashingiz kerak bo'ladi. Keyingisi, stressdan chiqishning eng samarali usullaridan bittasi bu deep work. Ya'ni stress nimadan kelib chiqadi? Qanaqangidir bir noto'g'ri qilib qo'ygan ishingizdan, muammodan kelib chiqadimi? Uni yechimlaridan bittasi bu deep work, chuqur ishlash. O'sha stressga solgan ishni yechish. Butunlay ishga sho'ng'ib ketish va fokusni muammolarga emas, balki o'sha ishni yechimiga qaratish. Soatlab ishlaysiz, 10 soat ishlang, 15 soat ishlang, 12 soat, 14 soat ishlang, o'sha muammoni yeching bo'ldi. O'sha muammodan chiqib ketasiz. Odamlar bor haftalab, oylab stressda yotadi, muammolarga kirib yotadi. Nima keragi bor? Nima foydasi bor uni? Olish kerak, bir kun vaqt sarflash kerak. Men nima qilardim amaliy? Menda ko'p bunaqa holatlar bo'lgan. Borardim, coworkinglarga borardim yoki ofisga borardim yoki uyda ishlardim. Timer qo'yardim. Mana 10 soat ketar ekan shu muammoni yechishga.
bo'ldi, shu muammo mani stressga soatdimi, 10 soat ketadimi, 15 soat ketadimi, undan ko'proq ketishi mumkin. Taymer qo'yardim, tinmasdan hamma kerakli narsalarni oldimga qo'yib turib faqat ishlardim. Muammodan chiqib ketardim tez. Keyingisi sizni stressdan chidamli qiladigan narsalardan bittasi bu sport bilan shug'ullanish. Har doim jismoniy baquvvat holatda bo'ladigan bo'lsangiz, har doim jismoniy tarbiyalar bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, bu holatlarga ancha chidamliroq bo'lasiz zaif odamlarga nisbatan. Ertalik sport bilan shug'ullanmaydigan, ozg'in, zaif, kuchsiz, doim energiyasiz yuradigan, lanch yuradigan odamlar stressga juda ham tez moyilligi bor bo'ladi, tez jahli chiqib ketadi, o'zini o'zi boshqara olmay qoladi. Bunaqa bo'lmasligi kerak. Har doim har kuni sport bilan shug'ullanib yurish kerak. Birinchisi har kuni sport bilan shug'ullanish kerak. Ikkinchisi zalga borish shart emas, uyingizda ham shug'ullansangiz bo'ladi. Men misol uchun uyda shug'ullanaman, zalga boraman, lekin uyda ham har kuni shug'ullanaman. Stretching yordam beradi, ya'ni cho'zilish. Aytaylik, shu sustavlarni, paylarni aytaylik o'zingiz jismoniy tarbiya qilib turib cho'zishingiz bu sizni stressdan chiqishga yordam beradi. Keyingisi fokus bugungi kunda bo'lishi kerak, hozirgi lahzada bo'lishi kerak. Oldin qilgan ishlaringizda emas, undan oldin qilgan ishlaringizda emas. Mana odatlarni shakllantirishda ham xuddi shunaqangi muammo bor. Odatlarni shakllantirishda odamlar nimaga tashlab qo'yadi desa, bir kun odatni qila olmay qolsa bo'ldi, o'ylanib yuradi. Yana buzilib qoldi, kecha qila olmadim, u qila olmadim, bu qila olmadim, statistika buzilib ketadi, yaxshi bo'lmaydi, chiroyli chiqmaydi, kerak emas. O'tdi bo'ldi. Kecha qila olmadingizmi bo'ldi. Masalan, ertalab turishga odat qilasiz, uyg'ona olmadingiz, bo'ldi, nima vaqt o'tib ketdi, tura olmadingiz. Fokus hozirgi paytda, hozirgi soniyada bo'lishi kerak. O'tgan narsa bo'ldi, o'tib ketdi, u narsani siz hech qanaqasiga boshqara olmaysiz. Tushunyapsiz? Demak, sport bir kun qila olmadingiz, bo'ldi. Esdan chiqarib oling. Bugun qiling, bo'ldi. Ertalab turdingiz, butun fokusingiz kunning oxirigacha bo'lgan muddatda bo'lishi kerak. Mana bugun 22:00 gacha men vaqtim bor. Shu vaqt davomida men nima qila olaman, qo'limdan nima kerak, bo'ldi. Kelajak haqida, o'tgan ishlar haqida umuman o'ylashni to'xtatishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi, xato qildingizmi, yechimini yozib qo'ying. Qanaqa yechim qilsa bo'ladi kelajakda yozib qo'ydingiz, bo'ldi. O'sha xatoni keyin esdan chiqarib oling. Qaytib o'ylab o'tirmaslik kerak. Faqat o'sha xatoni kelajakda takrorlamaslik uchun o'sha yechimlarni yozib borish kerak bo'ladi. Stress paytida nomer 1 qiladigan ishingiz kun tartibingiz buzilib ketmasligi. Ko'pincha odamlar shu stressga tushadi, keyin tushligicha uxlashni boshlaydi, uyda yotib qoladi, ko'chaga chiqishga kelmaydi, odamlar bilan kommunikatsiya qilishga kelmaydi. Menda ham bo'lgan bunaqa holat. Shuning uchun birinchi nomer 1 to'g'irlash kerak bo'lgan narsa kun tartibini maksimal darajada to'g'irlashingiz kerak. Maksimal darajada. Ishingiz bo'ladimi, bo'lmaydimi, stressdamisiz, kayfiyatingiz yaxshimi, yomonmi, aytaylik, ishlaydigan holatdamisiz, ishlaydigan holatda emasmisiz? Birinchi navbatda kun tartibini to'g'irlash kerak bo'ladi. Ikkinchisi har kuni ishlashingiz kerak. Stress nimadan kelib chiqadi? O'sha ishni qila olmaganingizda, muammo kelganidan kelib chiqadi. Har kuni ishlasangiz tez yechilib ketadi. Shuning uchun ishlaydigan vaqtingiz bo'lishi kerak. Agar shu ikkita narsani qilmasangiz, juda ham uzoq vaqt o'sha stress muammolar ichida qolib ketishingiz mumkin bo'ladi. Har qanaqa vaziyatda spokойный bo'lish kerak, vazmin bo'lish kerak. Qarorlarni hissiyot bilan emas, balki aql bilan qabul qilish kerak. Любой situatsiyada odam o'zini ushlab qolish kerak bo'ladi, o'zini bosib olish kerak bo'ladi, diplomatichniy qaror qabul qilish kerak bo'ladi. Baqir-chaqir qilib, ishkal qilib, janjal qilib, kimgadir baqirish nimaga olib keladi? Hech qanaqangi yaxshiligiga olib kelmaydi bunaqangi situatsiyalar. Любой muammoni spokойно hal qilsa bo'ladi. Yozib, qog'ozda chiroyli qilib aytaylik hal qilsa bo'ladi. Shuning uchun bunaqa situatsiyalarda kim bilandir agar shunaqa konfliktli situatsiya bo'lsa, u odam birinchi o'ziga kelib olishini kutib turinglar, keyin o'ziga kelib olgandan keyin, xayolini joyiga qo'yib olgandan keyin gaplashinglar. Yoki o'zingizlar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, sizlar ham xuddi shunaqa qilinglar. O'zingizlar kelib olgandan keyin xayolinglarni joyiga qo'yib olib turib, keyin gaplashinglar. U muammo bilan, janjal bilan, urush bilan hech qanaqangi masala yaxshilik bilan tugamaydi, yaxshilik bilan hal bo'lmaydi. Bu mana bugungi marafonimizning sizlarga cheat kodlaridan bittasi edi. Agar bu narsani yaxshi qiladigan bo'lsanglar, bu narsani tushunib oladigan, ma'nosini tushunib oladigan bo'lsanglar, juda ham yillab, oylab vaqtinglarni tejashinglar mumkin bo'ladi kelajakda. Sizlarda ham shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, o'zingizlarda bundan ham yaxshiroq yechim bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada bo'lishinglar yoki hayotingizda shu do'stinglar orasida ham, tanishinglar orasida ham shunaqangi muammolarga duch kelgan yoki ko'p duch keladigan odamlar bo'lsa, ularga ham videoni ulashib qo'yinglar. Rahmat kattakon, salomat bo'linglar.